Ba'zi bir odamlar shuni o'qishni bilmaydi. Uyat, ayb, esirdi buzilgani 28 yildan o'tyapti. Hali Qur'on o'qishni bilmaydi. Ehsonda o'tiradi, mahallada yuradi, elda aldi bo'lib oladi. O'qib bering alhamdulillah sahto qilyapti. Alhamdulillah robbil alamin boshdan oxirigacha o'qishni bilmaydi. WhatsAppni ishlatadi, internetni ishlatadi, ko'zini nurini ketkizadi, kuchini ketkizadi, hamma narsani qiladi, alhamdulillah o'qishni bilmaydi. Bandam alhamdulillah robbil alaminni bilmaysan ekan o'qishni, nahotki shunga vaqting bo'lmadimi desa biz nima deymiz? Uzrimiz bormi yo'qmi? Janoza duosini bilmaysan ekan desa nima deymiz? Vaqtim bo'lmadi deymizmi? Jo'ralari bilan samorda o'tirsak, yana hoji o'tirishlarimiz ham bor. Chap qo'lda choy ichadigan hoji akalarimiz. Hoji o'tirishdagi odamlardan so'rab turib Qur'on o'qib bering desangiz o'qib bermayapti. Dasturxonni hamma qiladi. Qur'onni ham o'qiy olmaydi.